Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana bugun biz Andijon shahar Azzagan fermalarga yetib kelganmiz. Ya'ni 3 ta fermaga. 3 ta fermada 300 boshdan oshuv sog'liq qo'zi-qo'chqorlar boqilyapti. Seleksiya ishlari qanaqa ketyapti? Ko'rgani keldi. Mashalloh, Alloh barakasini bersin. Shunaqa natijalar, sog'liqlarni ko'rasizlar. Podmetrli sog'liqlar, imom sog'liqni qaranglar. Nima deyapti? Bosh qaranglar. Mashalloh. Mashalloh. Mana qaranglar. Garbonos bor. Quloq bor. Yana nima kerak? Kastak, yo'g'onlik, har tomonlama sog'liq ideal. Mashalloh. Aziz aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, Xush kelibsiz, Abdulloh. Alloh yaxshimi? Rahmat. Charchamayapsiz. Esin mana yetib keldi aka fermerga. Xush ko'rdik. Alloh barakasini bersin. Hazırlagan ish bo'lmabdi aka. 300 dan oshuv boshqa qo'yib qarashi o'zi bo'lmaydi. Albatta, To'g'risi. albatta. Mehnatlarni aka ko'rib bir maza qilaylik keldi aka. Aka bu qo'ylar to'g'risida bitta ma'lumotlarni berib ketsangiz aka. Xo'p, qo'ylar to'g'risida o'zi aslida ma'lumot shart emas. Aha. Qo'ylar nima ekanligini o'zi aytib turadi. To'ppa-to'g'ri. Obunachilar baho beradi. Ha. Bu haligi ikkita sariq qo'yni olib chiqib olib, chista arashan deganlarga, Ha. hisori bilan afg'onni qo'shib, Ha. arashan tug'iladi deganlarga Aha. shu javobda. Mashalloh. Bu vaqti kelib tuya qushga tuyani qo'shib, to'ti qush tug'iladi deyilsa bo'ladi. Ha. To'ppa-to'g'ri. Aziz aka, bitta mashinaga metr shundan oldiga qo'ygan. Bular Abdullo ichishdan birinchi tug'ma qo'ylar. Ha. Inshaalloh birinchi tug'ma. Birinchi tug'ma. Birinchi tug'ma. Barakasini bersin. Bunga qaysi qo'chqorni qo'shdinglar aka? Tanker. Tankeri vunuk bo'lib qoldi, navarasi bo'lib qoladi, Ha. sizni qo'lingizdagi. Ha. Mashalloh. Endi qochmagani hali o'zi qilmadik, Ha. sakragan. Barakasini Xudo bersin. xolasa. Aka nechi boshga yaqin qo'y bor? 300 dan ko'proq. 300 dan ko'p-a? Gap yo'q lekin aka, uncha odam 300 ta qo'yib boqa olmaydi. Gap so'z yo'q lekin. Qo'yda baraka bor ekan, 1-200 taga tushib ketadi sotganimizdan keyin. Ha. 3 oy, 4 oy o'tadi-da, yana tug'ilib 300 taga yetib oladi. Barakasini bersin. Shuncha aytadi, qo'y boqinglar, qo'yda baraka bor. Albatta, bunda Baraka bor deb. Albatta to'g'ri niyatda bo'lganda, ani mayli gapirsa gap ko'p. Maqsadimiz biznes bo'lmagan bizni. To'ppa-to'g'ri. Maqsadimiz bunga muhabbat bo'lgan, shundan keyin biznesga aylanib ketdi. To'ppa-to'g'ri. Barakasini bersin. Aka, qo'y to'g'risida nima fikrdasiz? Mana shu qo'ylarni olib chiqib qo'ydi, xudo xolasa. Endi bunga xalq baho bergani ma'qul. Ha. Bitta qo'shimcha, qo'yni tushunadigan, qo'yni tushunmaydigan odamlar iltimos negativ yozmasin. Ha. Bunga emas, boshqa qo'ylarga ham. Ha. Tushunsa gap so'z bo'lishi mumkin emas. Zo'ri bo'lsa videoga chiqarib ko'rsatib qo'ysin bo'ldi. Biz ko'raylik, tan beraylik. To'ppa-to'g'ri. Borib xaridor bo'lib olaylik sotsaga. To'ppa-to'g'ri. Ma'qul. Hisori zo'r, afg'on zo'r, u zo'r, bu zo'r qilmasin, zo'rini ko'rsatsin bo'ldi. Ha. Ko'raylik, ko'zimiz bilan. To'ppa-to'g'ri. Aka, yo'qmasam fermani bitta tanishtirish boshlaymizmi? Albatta, Nima deysiz? albatta. Bo'ldi. Akalar, yo'qmasam 300 boshga yaqin qo'y ko'rishga tayyor bo'lsanglar, biz syomkalarni davom ettiramiz. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Biz katta tanaffusdan keyin ijodga qaytdik. Andijon shahar 3 ta ferma, Azzakan fermalariga yetib kelganmiz. Tanker qo'chqori Primoy navarasi, kilichkasi tank ko'rishingiz mumkin. 2 tish qulog'i 23. Hozirgi kunda 3 ta fermada sog'liqlar bilan ishlayapti. Ishlayotgan sog'liqlarni men sizlarga bitta ko'rsataman. Mashalloh, qo'chqorga bitta e'tibor beringlar jonivor. Mana okalar, yam-yashil joydan mana shunaqa video syomka qilib beraman. Voy joninglar. Bo'ldi, qo'chqor olib ketdilar. Xo'p, akalar, mana sizlarga 3 ta fermadan 40 dan oshuv bosh sog'liqlar hammasi tanker degan qo'chqordan qochgan. 1 oydan keyin inshaalloh Allohning izi bilan tug'adi. Jonivorga qaranglar, gulbadan baxmal bo'lib ketganini qaranglar. Soni 40 tadan oshuv. Jonivorga qaranglar, ma'mullarni. Voy. Mashalloh. Qo'ying bo'lsa mana shunaqa qo'y boqqan. Jonivor. Bu hazillagan mehnat emas. 2018-yildan beri tajribani to'plab mana shunaqa holatga kelindi. Hozir bu yerda katta sog'liqlar, ya'ni bu sog'liqli bo'g'oz, bu fermada 300 dan oshuv bosh qo'ylar bor. Ko'rishingiz mumkin mana. Qo'ylar qanaqa ko'rinadi sizlar mana shunaqa yashil joyga chiqqanda qo'ylarimiz juda ham zo'r ko'rinadi. Barakasini bersin. Mashalloh. Alloh barakasini bersin. Hammani qo'rasida mana shunaqa qo'ylar bo'lsin. Ma'mullarni qaranglar. Baxmal bo'lib ketganni qo'ylarni. Voy joningda. Mana. Qo'ylar endi o't anchadan beri yemaganiga baribir o't yegisi keladi. Ko'rishingiz mumkin, ma'mullarni qaranglar. Voy jonivorlar. Mana qo'ylar qanaqa bo'ladi.
katta tanaffusdan keyin inshaalloh ijodni boshlab oldik. Buning uchun bizga albatta yordam bergan 3 ta fermasi bo'ladi. Ya'ni Aziz akam, keling uka, qo'yli bor, video qilinglar, ishni boshlang. Gazini bosinglar, mana ishni boshlab sekin videolarga chiqaryapmiz. Hammamizni ko'ramiz, mana shuna qo'yli bo'lsin. Okeylar, bizani kuzatishni davom etinglar. Bizni bundan ham zo'r videolar qilishga harakat qilamiz. Imkon qadar endi qaytishdan keyin, tanaffusdan keyin video qilish sal muammo bo'lishi mumkin. Nimaga? Qanaqadir joylarda esimizdan chiqib qoladi, lekin qilib yurgan ishimizni qilamiz. Mashalloh, barakasini bersin. Qo'ylarni qaranglar, bular qo'chqor emas, okeylar, bular sog'liq. Okey, bu yerda 40 boshdan ko'pi yo'q, 40 boshmi? 40 tadan oshiqroq, sanasi barakasi tushib ketadi. Barakasini bersin. Okeylar, qo'yi mana mashtaqasidan boqish kerak, okeylar. Seleksiya qilsanglar, mashtaqa narsaga erishasizlar. Har bittamiz erishamiz. Mavlani qaranglar, kallani qaranglar, jonivor. Mashalloh. Ko'rgan sani yani qalbing ochiladi deydi-yu. Mana. Barakasini bersin. Mashalloh. Yomon qopdi. 90 plus solular bular. Ha, 1 metrlik soluv ham bor edi bitta. 1 metrlik soluvni men osman sizlarga topaman, qarab turinglar. 1 metrlik soluvni ozman sizlarga topib beraman, ko'rasizlar hozir. Hozir men topaman ishda. Mana mamamida. Mashina, mashina sekin yushing. Ya bu emas. Bu emas edi. Mana Ahmetda ham bor. Mana. Voy jonivor. Mana Mamida. Jonivor qaranglar, baxmalli qo'ylarga o'xshab. Hammasi gulbodon, men bilan qaranglar. Voy. Men bilan qaranglar, okeylar. Mana. Mana mashtaqa bo'ladi deydi-yu. Maza qilinglar, okeylar, sizlar ko'rib maza qilinglar bo'ldi. Sizlar ko'rib maza qilinglar bo'ldi. Mana qaranglar, jonivor kattaligini. Okeylar, lekin bor. Mana. Mashalloh. O'tlar ham tizza baravar bo'lib ketdi o'zi ham jonivor. Qo'ylar ko'rinmayapti unaqa bor. Mana. Mana 1 metrlik soluv. Mana 1 metrlik soluv. Soluvni 90 plus hammasi. Barakasini bersin. Kelar mana shu soluvlarni biz video qo'yamiz hozir, ko'ryapsizlar. Bundan keyin videolarimizni davom ettiramiz. Ushashing. Voy jonivor, mana mashtaqa qo'yli bo'lsa-da. Ushang, ha? Mana soluv 1 metrlik soluv, 2 tish. Jonivor. Qo'ylarning orasida ko'rinmayapti, qo'lga ushlagandan keyin ko'rinyapti. Hozir bularni qo'ylarning orasiga qo'yib yuboramiz. Voy joningdan. Yasha deydi-yu. 2 tish soluv bo'yi 1 metr. Jonivor, uzunligini qaranglar mana. Mashalloh. Uka qo'yib yuboring mashina. Mashina qo'yib yuboring. Qo'y orasiga ketadi, hozir ko'rasizlar. Qo'ylarning kattaligini his qilib olasizlar. Mana. Yo, bo'ldi. Okey, men prosta nimaga boy metrda o'lchadigan uni. Qo'ylar mayda emasligi uchun ushlab qo'lda qanaqa ko'rinadi dedim-da. Alloh barakasini bersin. Biz keyingi videolarni ko'rishga davom etamiz. Keyingi videolarimizni ko'rasizlar bundan keyin. Uzoqlashmanglar, hozir qaytamiz biz mana. Ma'mullarni qaranglar, kelishini. Mashalloh. Mana ikkinchi partiya videoyimizdagi qo'ylar. Mashalloh, bu yerda tug'gan qo'ylar mana. Jonivorlar. Barakasini bersin. Naryoqdan haydab boringlar. Mana jonivorlar. Ko'rib maza qilinglar, miyanglar dam olsin bo'ldi. Mana jonivorlar. Bu yoqda ikkinchi partiya qo'ylarimiz. Yuraversin. Siz naryoqga burchaga turib oling bo'ldi. Ha, ana. Mana okalar. Ko'rib maza qilinglar. Aziz akamni fermalardan tug'gan qo'ylarni videosi. Ha, bitta kuruq qilinglar, mana shu o'zida kuruq. Mana. Kuruq boramiz, kuruq. Okalar. Tomosha qilinglar. Mashalloh. Mana shu yerda sal yaqinroq kelaveringlar. Mana, yaqinroq kelaveringlar. Jonivorlarni qaranglar mana. Yam-yashil joyda barra o'tlarda qo'ylarni bitta ko'rasizlar. Ketursan qaytib keladi ular, hech narsa qilmaydi. Gilamning menga qaranglar, upori mashinaga qaratamiz. Mana jonivor qaranglar, qo'ylar. Mashalloh, barakasini bersin. Mana, seleksiya natijalari. Mana. Mashalloh. Mana
Aziz akamiz seleksiya natijalari. Hozir biz katta joyga chiqqandan ham bitta ko'rsatamiz. Mashaalloh. Mana 3 ta ferma Aziz akam fermalardan yarchkeli. 3,5 oydan boshlab 2 tishgacha ham kelgan yarchkeli. Seleksiya nechinchi yillik seleksiya natijalari bular? 2026. 2026. To'sing. Haydang. Haydang, keldi, qani qolganlar. Haydanglar bu yoq tarafga, haydanglar. Jonivorlarni qaranglar mana. Qo'yim bo'lsa, mana shunaqa qo'ydan bir qo'ri qo'y bo'lsa. Mashaalloh. Mana jonivor. Yarchkalar. Seli chista mehnat qilib, mashina ustida ishlab qilinayotgan natijalar. Baragasini necha bosh bo'pti son ukam? 80 ta bor, ha? Ha, 80 ta bor. Sal yoyishim kerak ekan-da bularni. Qayta. Qaytadi, muammo emas. Mana bunga qarang siz. Qaytadi. Mana jonivorlar. Ko'ringlar, maza qilinglar. Qaytadi ular, hech muammosi yo'q. Ha, qo'ylarni qaranglar. 2025-yil mart oyidan boshlab tug'ilgan yarchkeli. Mana jonivorlar. Pastda to'sib turing siz. Shu yerda turing bo'ldi. Mana jonivorlar. Bitta ko'rib maza qilinglar bo'ldi. Katta tanaffusdan keyin ijodga sekin qaytdi. O, jonivorlarni qaranglar. Rasta shaytonlar otdi-yu, anchadan beri chiqmayaptimi deyman. Voy jonivorlar. Mashaalloh, mana kelishini qaranglar, mana buni qaranglar. Ay joningdan. Videoni ko'rib maza qilib boradigan joyi-yu. Voy jonivor. Mana qaranglar. Ha, jonivorlar. Mana deydi-yu. Seleksiya natijalari mana shunaqa bo'ladi. Ketishini qaranglar bular. Mashaalloh, Alloh barakasini bersin. Tomosha qilinglar. 2025-yil mart oyidan boshlab seleksiya natijalarini ko'ryapsizlar. Barakasini bersin. Mana o'kelar, voy. Qo'renda bir qo'ri qo'y bo'lsin deyshadi-yu. 2025-yil mart oyidan boshlab tushgan yarchkeli mana. Seleksiya natijalari. Asosiy 25 bahor deydi, Abdulloh. Bahormi? Ha, asosiy bu yil tug'ildi. Barakasini bersin. Yilgidan bu yerda 10 to'likta bor xolos. Barakasini bersin. Gap yo'q lekin oka hazilgan mehnat bo'lmayapti. Mashaalloh. Mana okalar. Mana. Qo'renda bir qo'ri qo'y bo'lsin deydi-yu, mana shunaqa qo'ylardan bo'lsa maza qilib olasizlar-da okalar. Gap yo'q lekin. Gap yo'q. Alloh barakasini bersin. Akalar, aziz akamning fermalaridan seleksiya natijalarini mana sizlarga bitta ko'rsatamiz. Mashaalloh. Ko'rib o'zingiz uchun bitta aksinka qilib qo'ying. Mehnat. Mana shu. Mashaalloh. Quloqlarni qaranglar, e'tibor bering, yaxshilab. Garbanos quloq. Necha oydan necha oygacha bo'tdi aka? 3,5 oydan boshlab shu eng kattasi 2 tush buzdi. Ha, 3,5 oydan boshlab mana buni qaranglar, okalar, mana buni. Mana buni qaranglar turishini. Jonivor. 4 oy nimani bolasi mana shu? Dengiz degan qo'chqorni bo'ladi. Mashaalloh. Lekin suluv bo'lib turibdi-yu, aka. Hammasi suluv bo'lib, mana buni qaranglar. Bugun nima bunaqa barakasini bersin. Ha, hali yosh. Mana buni qaranglar. Kelar qo'chqor bo'lsa, mana mashnaqa bo'lsin-da. Mashaalloh. 5 bolasi, 5 degan qo'chqor. Jonivori qaranglar. Kommentariya o'zingizlar qo'chqorga yozasizlar. Oldi tarafdan bitta turishini ko'rsatib, korpuslarni kalla quloqiga e'tibor beringlar. Jonivor, mashaalloh. Oldi tarafdan bitta turishlarni ko'rsatib beraman sizlarga hozir. Mana. Okalar. Yaxshilab e'tibor beringlar. Mana jonivor. Mashaalloh. Barakasini bersin. Qo'chqorga qaranglar turishini. Nima deyapti okalar qo'chqor? Orqa tarafdan bitta razrezni ko'rsataman sizlarga hozir.
Mana. Mana okeylar. Chot kengliklarni ko'rasizlar. Dummani razizlarga e'tibor beringlar. Imomni belga masliga hozir bitta qo'limni qo'yib beraman. Mana. Tazni ko'rasizlarmi? Bir qarishdan oshu. Bu solularda turgan varianti sportivniy formada. Inshaalloh bu bitta ko'ringi tashalsa, qo'chqor yana ham to'lishi, yana ham katta bo'lib ketadi. Hozirgi kunda 2 yosh, bo'yi 1.5, kilichka 65. Nechta soluga qo'yildi bu? 40 ta afg'onga qo'ydik. 40 ta afg'onga. Ha. Undan bir 20 tasi qochdi. Bu yoqda polikirovkalarga 10 taga qo'ydik. Ha. Boringki 30 taga qo'ydik hozirgi kunda. 30 ta? 30 taga. Lekin qo'chqor oka o'zgarib ketibdi lekin. Ha, ancha Kattalashib ketibdi. Men internetda ko'rgan bunaqa ja katta demodim. Men bosham lekin bor oka. Hazilagam narsa bo'lmay qopti-da. Solularga yaxshi o'tkazyapti. Kalla forma bilan quloqni. Men o'zini qulog'i 22, qo'zlari bor 3 oylik. 20 ustida qulog'i. Afg'onni kaltini topsiz-da. Ha, afg'onni qonini yaxshi buzdi. Baragasini bersin. Oka, nikajizmda afg'onni qoni. Afg'on bilan ishlash oson emas ekanda, endi afg'onni qoni eskiligini hisobiga Ha. qandaydir ancha-muncha qo'chqor buzolmas ekan. Shunaqa. Baragasini bersin. Zo'r lekin gap yo'q lekin qo'chqorga. 65 qo'shilgan afg'on solularni bitta masalaga ko'rsataman. Mana. 65 nimalarni qochirdi, qaysi qo'yilga qo'yildi. 65 Hazzakam endi ichlari bo'yicha Abdullo afg'onni qonini juda ham zo'r bizib beryapti dedilar. Alloh barakasini bersin. Mana mana shunaqa afg'onlarga 65 ni qo'yibdilar, jonivor. Mana 65 ko'rgansizlar videoda, bundan oldingi videoda 65 qo'chqor. Mana mana shu sog'lularga qo'yilgan. Sog'lularni bitta ko'rsatib tanishtirib ketdim. Mashalloh, barakasini bersin. Qorong'i tushib ketdi. Frankelni navarasi kilichkasi bormi? Kilichka qo'ymadinglar hali. Mana Frankelni navarasi qo'zi. Mashalloh, barakasini bersin. Qanaqa sog'lularga qo'shilganini bitta ko'rsataman. Qo'yib yuboring bo'libdi. Qorong'i tushib qoldi, sal balandroq gapiraman, yana qaytarib o'taman. Nimaga? Chunki qo'ylarga yem beradigan payt bo'ldi. Bizning syomkalarimiz sal cho'zilib ketdi. Mana Frankelni navarasiga qo'shilgan sog'lular. Jonivor. Mashalloh, barakasini bersin. 3 ta fermada seleksiya ishlari jadal ketyapti. Hammamizga nasib qilsa mana shunday qo'ylar boqish. Barakasini bersin. Mana jonivor. Bu azzagan fermalarda qo'chqor tugamasigan bor. Ko'zur degan qo'chqor Issiqko'ldan chiqqan, buni otasi o'lib ketgan. Lekin men sizlarga bitta strashniy narsani ko'rsataman. Mana bor bosh nerealniy katta mana bor. Peshana nerealniy katta. Kuchlari yetmayapti kammi bor, va buni qaranglar. Jonivor, mashalloh. Sal bu yoqqa torting ukam. Mana. Voy joningdan, mashalloh. Mashalloh. Voy jonivor, qo'chqori originali. Mana qanaqa sog'lularga qo'shildi? 300 boshdan oshuv qo'y bor. Biz Habibtanga kelib hali syomkani tugatolmadik deb. Qo'chqor lekin legenda ekan, gap yo'q. 65 degan qo'chqorni ko'ryapsizlar. Mana 65 degan qo'chqor afg'onlarni qochirib bo'lib, yana bu yerda mana sog'lularga qo'yilibdi mana. Bu yerda afg'onlarga qo'yilgan. Ikkinchi partiya afg'on. Endi kech tushib qoldi, qorong'i tushib qoldi. Shunga qaramasdan videolarni chiroyli olishga harakat qilamiz. Baland gapirayotganimizda qo'ylarga ovqat beradigan payti bo'ldi. Shuning uchun biz sal balandroq gapiramiz. Ovozimiz agar baland chiqib ketsa, noto'g'ri tushunmaysizlar. Ijod sal kallasini nariroq torting ukan mashina. Ha, ana jonlar, torting. Mana 65 degan qo'chqor mashi videoda ham ko'rdinglar buni. Mana shu qo'chqorda inshaalloh yaxshi bolalarni kutiladi. Bularning qizlari tushgan, bolalari tushgan. Jonivor barakasini bersin, bor. Gap yo'q qo'chqorga lekin. Mana. Mana bu yerda 65 bolalari bor. Kozurniki bor. Shedevrniki bor. Ko'rishingiz mumkin. Yana nimani bolalar bor edi? Ha? Tankerniki bor, ha? Etdim ularni. Mana okalar. Ko'rish nimaga hozir fanar yondi? O'sha qorong'i tushdi okalar. Mana. Qiziquvchilar bo'lsa, mana shunday qo'zi qo'chqorlar o'zim tarbiyasini qilib olaman, o'zim qo'chqor qilib olaman, sog'luqlarimga qo'shaman deydigan insonlar bo'lsa, mana shularni xudo xolisa olib, sizlar ham seleksiya qilsanglar, mana shunaqa natijaga Allohning bilan erishasizlar. Bular narxi qimmat dedi-yu, mana alhamdulillah hammasi narxi bilan bo'ladi. Faqat chiqinglar, gaplashinglar, aka mana shunaqa nima deysiz desanglar, Azzakam o'zlari ham birdaniga qimmat qo'ydan olib boshlamaganlar. Mana shu seleksiya natijalari
xalq bilan bo'lishyaptilar. Ishqibozlar qo'zi so'raysizlarmi, sog'liq so'raysizlarmi, qo'chqor so'raysizlarmi, nima so'rasanglar mana mana shu yerdan olib xudo xolisa birga ishlasanglar bo'ladi, xudo xolisa. Otasi aniq, onasi aniq. Bu qo'chqor sotilmaydi albatta. Mana mayda qo'zilar bor-ku, mana shu qo'zilardan ishqibozlar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, narxlarni chiroyli qilib kelishtirib beradi. Tuma azagam qo'ralarda qo'y tugamasa ekanda, mana shedevri primoy o'g'li ekan. Jonivor 4 chiqmallimi bu? Ha, 4 ta hozir. 4 ta hozir mana jonivor. Buni probniklari tushgan. Probniklari mana ma'mulaning ichida bor. Ishqibozlar aloqaga chiqasizlar. Xudo xolisa chiroyli qilib beradilar. Ukam san nari qilib birinchi mashina. Svetli narsa ekan, lekin dumbani qaranglar, razrezni. Mashalloh, mashalloh. Endi qorong'i tushib qoldi, shunga noto'g'ri tushunmaysizlar. Baribir syomka qilishimiz kerak. Barakasini bersin. Shedevri primoy o'g'li. Kilichga qo'ymaganmisizlar bunga? Yo'q, sheyx, kelishgach sheyx. Sheyxmi? Ha, sheyx. Sheyx. Buring kallasini berdim. Mana jon. Parametri to'g'risida ma'lumotingiz yo'qmi? Yo'q. O'lchanmagan-a? Qulog'i 22 plus. 22 plus qulog'i. Mana shu hozir. Aloqaga chiqasizlar, chiroyli qilib xudo xolisa mashina bolalardan yo bo'g'oz bo'lganlardan qilib berishlari mumkin. Endi o'zingizlar gaplashib kelisha olasizlar. Biz bu fermada ko'rishlar mumkin. Mana ertalab kelganimizda ferma bunaqasiga 400 metr, bunaqasiga 400 metr, bunaqasiga 400 metr. To'g'risi bor-ku. Odam vaqt yetmas ekan. Endi mana shu yoqqa yetib keldi. O'sha tepadan boshlab mana shu yoqqa endi yetib keldi. Bu yog'iga hali yana dalshi bor, u yoqda yana ferma bor. Ishqilib ferma ko'p, 300 boshdan ko'p qo'y bor bu yoqda. 3 ta fermani syomkasini tugatdik. Sizlarga men fermani bitta ko'rinishini qilib beraman. To'g'risi, vaqtimiz yetmadi. Qo'yga mana yem tayinlashyapti. Nima bor aka bu yerda? Alfa vitaminlar, somon. Aziz aka, ham yem to'g'risida bitta tanishtirib o'rasizmi? Nima bor buning ichida? Yem tarkibida Aha. bugun shashilishda faqat somonni o'zi bo'ldi. Aha. Drabelkadan bu yerda kelib chiqarilmagan ekan. Aha. Hop, silos, Silos, yozgisi, Ha. silos, somon, Aha. bir qop kepak, Aha. bir qop arpa, Ha. yarim qop pista shirot. Ha. Keyin uni hali qop tartib beringda. Yem qolmadimi ochig'i? Asobiy qo'ydi yemi bor. Ha. O'zingiz tayinlatgan. Yo'q, Namangandan olamiz. Ha, Namanganda. Uni ichida shukriy urug'i ham bor, Ha. olma qoqi bor, Ha. arpa bor, makka bor, Ha. mosh sinig'i bor, lo'yani sinig'i bor. Spes yem. Ochig'i bo'lsa olib chiqinglar. Tarkibi. Qozoq kepagi bor, shupurgi urug'i bor, bug'doy sechkasi, makka sechkasi, oshqovoqda urug'i, Ha. tuzlar, vitaminlar, zernat hut, hamma yo'q, olma qoqisigacha bor. Hattoki mayizigacha bor. Tushundim. Aka, lekin bor-ku. Men syomkani 1 soatda qilib bo'lsam kerak deb o'yladim. Aka, yarmiga yetib bora olmadi u hali to'g'risi. Narsa ko'p, Abdulla. Yarmiga yetib bora olmadi u lekin. Ularga qarashga ham nechta odamlar ketadi. Shunaqa. Ko'pda endi baribir. Shunaqa. Aka lekin maza qildi. Alloh barakasini bersin. Ruxsat bersangiz, mana shu to'g'ri oxirgi bitta borib qaytaman, aka. Fermani to'g'risi tugataman. Nechi bu ferma hozir, aka? Bitta. Fermamiz ichi Aha. 4,5. Ichi 4,5. Bunaqasiga ketgan bir 75 metr. 75 metr. Ha, taxminan o'ysa. Betdan boshlanyapti, o'zi oxirigacha 50. Ha, 50. Yo'q, 75 metr emas ekan, 100 ni tepasi ekan. Ha, Bu yoqda ha. G ketgan, i plus bu yoqda 50 metr. Ha. Bu yoq tarafda. Ha, asobiy yemxonadan tashqari. Ha. Endi kengroq turgani ma'qulda. Mana oxir nechiga o'lchangan, aka? Oxir yerdan 80. Yerdan 80. Ha, yerdan 80, mana 50. Mana 50 orasi. Mana buni orasi necha o'lchagansiz? 20. 20, ha? 20-22 gacha. Endi Ha. sal o'ynagan joylari bor. Baland 22. 22. Chunki buni tor qilib qo'ysangiz ham ikkitasi qisilib qoladi, keng qilib qo'ysangiz ikkitasi chiqishga harakat qiladi. Shunga Ha. faqat bittasi kirsin deb turib norma qilgan. Tushunarli. Aslida mana kerak emas ekan. Qaysi? Bu Mana kerak buni? emas ekan. Ha. Qo'zlar qilib chiqmasin deb qo'yuvdik, bu naborot xalaqit qilar ekan, boshini urib olar ekan shunga. Ha, Bu tushundim. kerak emas ekan. Agar ferma qurmoqchi bo'lganga bu kerak emas ekan. Tushunarli. Endi sizlarga bitta fermani fishkasini aytaman. Qorong'i tushib qoldi, mana bu yerda ko'rasizlarmi? 3 ta A turibdi. Mana shu A bekorga qilinmagan ekan. 3 ta A ferma deb mashina, nima bu somonxona. Bu yoqqa necha mingta somon bu yerda ketadi? Abdullo 3 mingta bosuvdik. Ha. Boringki 70% to'ldida. 70% to'ldi. Tepada lekin zapas joy bor. Endi keyingi yil 2000 somon, 2000 ta beda tiqishga harakat qilamiz. Ha. Biz ko'proq sig'adi deb o'ylab 3000 ta somonni olib kelib qo'yuvdik. 70% to'lib qoldi. 70% to'ldi. Xudo xolisa qishdan chiqib olasizlar bemalol. Yo'q, bu somonni
ko'pakni bor sotib olsak ham kerak. Ha, ha, 3 mingta ha. bilan hazlash bo'lmasa ekan, sanaganda bildik uni, apirganda. Barakasini bersin. Mingta ham yetsa kerak u fermamizga. Ha. Tushunarli. Tushunarli. Men yo'masam bitta fermani bu yoqdan ketdim. Okalar mana fermani ko'rdinglar? Ha, kirayotganda ham bitta qilamiz aka. Fermani ko'rdinglar? Uzunligini qaranglar. Mana bu fermaga borib eng qizig'i menga yoqqan narsa bor, nima desanglar, mana mana bu yerga lombos qilganlarda tepasini shipir qilganlar, tunki qilmaganlar. Ana shu narsa yoqdi. Ventilator chiroqli yoringlar ham normalniy mana. Fermani uzunligini ko'ryapsizlarmi? Okalar, men sizlarga tezroq yurib ko'rsatib ketaman. Nimaga? Chunki o'sha qorong'i tushdi. Qorong'i tushganda ko'p narsa yaxshi ko'rinmaydi. Bolalar qo'y yemini berishga juda ham kechikib ketishdi. Bu yerda misolchi endi arashan qo'y ham bor, go'shtga ham qo'y boqinglar, boqmanglar emas. Go'shtga ham boqinglar. Fermer shunaqa bo'ladi. Zot yo'nalishda ham, go'sht yo'nalishda ham qo'ylari bor. Muammo yo'q. Mana qo'yga yem berish jarayoni. Mana qo'ylarga yem berilyapti. Mana mana shunaqa joylarni ko'pchilik qidirib kutib yuradi. Mana mana shunaqa yem berilyapti. Qo'chqor kallasini qaranglar. 65 degan qo'chqor mana shu. Bitta qo'y taxminan qanchadan yeydi aka? Kalla boshiga. 1 kilo, 1,5 kilo yeydi. Qo'chqor sog'liq aralash. Ha. Mana yem ara. Necha kishi yem berasizlar aka? 4 kishi. 4 kishi, ha? 4 kishi berib isbet qilish qiyin, ha? Ha? Pulga emas, xudo xolasa. Bugun ikkita syomka darajani jarayoni bo'lgani uchun Kech qolib ketdi. kech qolindi. Ha. Xudo xolasa bilmaymiz buni bu yoqqa. Rahmat, rahmat. Mana shoshib tez berishmasin. Tanjoninglar sog' bo'lsin. Sizga ham rahmat yoki shuncha qo'yga qarab mehnat qilib, mehnat qilibsizlar. Kelganinglar uchun rahmat sizlarga. Joningiz sog' bo'lsin aka. Joningiz sog' bo'lsin. Biz davom etamiz. Mana yem berish jarayonini ko'rsatib, bu yog'iga davom etamiz mana. Ko'rishinglar mumkin. Voy jonivorlar. Mana. Ferma ancha uzoqqacha ketgan okalar. Hazillagan ferma emas, juda katta ferma. Bu yog'iga borib qaytishimizni ham bitta syomka qilamiz. Mana. Mana. Ko'rasizlarmi qanaqa uzunligini? Ferman. Mana mana bu yerda. Mana jonivorlar. Mazza qilib yemini yeyishyapti. Fermani endi men sizlarga bunaqa katta ferma deb o'ylamadim, juda tez qilib beraman deb o'yladim. Qarasam, meni vaqtim yetmas ekan, to'g'risi. 2 kun, 3 kunlab o'tdi syomka qilinadigan ish bor ekan. Imkon qadar qo'ldan kelgancha syomkani chiroyli qilib biza yoritib beryapmiz. Mana. Men bunaqasi yurishim kerak, yo'masam nima bo'lib qoladi? Video xira chiqib qoladi. Yem berish jarayonlari. Mana mana shunaqa ferma. Ko'rishingiz mumkin. Sekin biz orqamizga qaytamiz endi. Fermani ko'rdinglar? 05 chiqsam qorayib qolardi. Bir davomli bo'lsin. Barakasini bersin. Alloh barakasini bersin. Maza qildi. Syomkalarni qo'ldan kelgancha imkon qadar chiroyli qildi. Bu yoqqa endi faqat montajini qilib, chiroyli qilib YouTube'ga qo'yib bersa, sizlar bizlarni qo'llab-quvvatlab, like, podpiskani bosib qo'ysanglar, yaxshi kommentariy yozsanglar, ijod kelib yana oldingidan ham kuchliroq bo'lib qaytamiz. Bunaqa fermalarni oldin bemalol syomkasini qilardi, chunki oldin operatorlarim bo'lardi. Operatorlarimga yetardim, video olishardi. Hozirgi kunda operatorim ham o'zim, videochi ham, montajyor ham, YouTuber ham, Instagram hammasi o'zimda. Xudo xolasa tez kunlarda operatorlarimiz qaytadi. Allohimiz bilan o'shandan keyin bunaqa ishlarni tezroq harakat qilishga harakat qilamiz. Tezroq olishga harakat qilamiz. Fermani biz qo'limizdan kelgancha yoritdik. Okalar, noto'g'ri yozmanglar, chunki bu akamiz ham noto'g'ri yozadigan narsani o'zi yo'q. Bu akamiz ham mehnat qilyaptilar. Seleksiya ustida ishlayaptilar. Harakat qilyaptilar. Okalar 4 ta qo'y boqishi o'zi bo'lmaydi. 4 ta qo'y boqishi o'zi bo'lmaydi. Mana shuni harakat qilib, mana shu yerda 300 tadan oshiq qo'y boqib, shunaqa ferma qurib
seleksiya ishlarini davom etayotdi. Go'sht yo'nalishida ham qo'ylari bor, zot yo'nalishida ham va hokazo, xullas haqiqiy seleksiyani mana shu qiladi. Alloh barakasini bersin. Hazil aka ham ishchilik ishlamayapti. Hazil aka ham yem ketmayapti. Biza inshaalloh syomkalarimizni Allohning izni bilan madadi bilan tugatdi. Yaxshi yomon joylari bo'lsa, xato kamchiliklarni uzr so'raymiz. Xudo xolasa bundan ham zo'r syomkalar qilishga harakat qilamiz.